Vakillar savdo bo'lyapti. Bira o'zini kesmagan eshitding aka 50 ming so'mdan ikkamizga 50 ming so'm xayr so'rayapti 10 ming so'm. Endi yo'lda siz aka meni hap olasiz. O'tsam aytinglar. Yo'q. Просто aytib qo'ydim, lazim. 16 million pul so'rayverib o'z xayr yot berasiz o'z vijdoni. Ko'ngilga chiqarib o'tirasan. 16 million ketdimi aka bular? Son nechta ekan? Ha bir xayri bir o'z ishtiz. 5 ta. Yo'q, Hali bo'lmabdi. Xayr yotsiz bu. 10 ming o'tirasan 10 ming bo'lsa. Nechidan bo'ldi? Nechidan bo'lmasinga. 3 million 200 dan son nechta aka? 5 ta. 5 ta gapi. Akalar mana ketdi 3 million 200 dan akamiz sotdilar. Xo'p, assalomu alaykum. Bizni yaqindan kuzatib turgan, biz uchun qadrli bo'lgan ko'kalarimiz. Mana sekin-sekin ko'rsataveramiz. Aka, bular qancha bo'ldi? Aka, meni ko'rsatman qani? Sizni ko'rsa, necha pul bo'ldi? Ham sen ham bari jib qo'ydingsan. Necha puldan oldingiz aka? Ha? Qanchadan oldingiz? 11 million. Uchalasi 11 million. 11 millionsizmi? Gapi akalar. Xo'p, akalar, bizni kuzatayotganlar, sizlardan bitta iltimos, like, podpiska boshqa esdan chiqmasin. Biz albatta siz uchun yaxshi optim joylarni ham ko'rsatamiz. Sog'liq, qo'y-qo'chqor hammasini ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Inshaalloh biz videolarimiz rekomendatsiyaga, ya'ni ko'proq tarqalishi uchun sizlardan bitta like va podpiska, kommentariya hammasini kutib qolamiz akalar. Xo'p, bismillah, biz ishimizni boshladik. Mana shu tarafdan boshlaylik mana. Yonimizda qo'zi-qo'chqorlar turibdi. Kattalari ham bormi? Hormay aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Bularni qo'zi-qo'chqor deb qo'ydik. Qo'zilari ham bormi? Shishak ham bormi deyman, mana. Bitta shishak ekan. Mana shu shishagimiz ekan. 5 million deyapti. Qancha ekan? 5 million. Bir joyga hammasini 5 million, quyuqsi yo'q. Kami bor. Soni nechta? 8 ta. Soni akalar 8 ta ekan. Ko'ringlar, men pastlardan ko'rsataman. Har xil sveti bor, qizil, sariq, oq, kimga qanaqasi kerak. Qop qora, mantim qora, simjullari ham bor ekan. Akalar, endi bozor nima qildi buni aka? 43 ha. 4 million 300 dan akalar so'rabdi, bermadingiz. Aka, qancha bo'lsa bitadi aka, bo'lishidan gaplashaylik. 4,5 mi? Akalar, men ko'ngillariga qo'l solib ko'rdik, 4,5 dan bo'lsa xudo xolasa beraman deyaptilar. Bizga obuna bo'lib qo'ying, mana shu ko'ngillariga qo'l solib hammasini narxlarini aytaveramiz. Aka, bo'lmasa nomerni ayting qani? 88 710 0393. Aka, qayerni moli bu? Chiroqchi. Chiroqchini o'zi akalar. Bemalol Chiroqchiga yaqin Samarqandlik akalarimiz ko'p so'raydi qo'chqorlarni. Bemalol telefon qilsalaring dastavkasi bilan qilib bera olamiz. Akalar, dastavkasi bor, bir qadam bu yoq Samarqandga. Aka, savdoingizni bersin. Bu tarafni ko'rsataveramiz. Yana ham optim joylari, xo'sh. Mana dummali. Holat yaxshi. Hormay aka, zo'rmisiz? Charchamay lekin bo'ladi aka. Xo'p, nechidan deyapmiz aka buni? Mana 5 milliondan deyapman aka. 5 milliondan deyilyapti. Necha so'raldi aka endi? O'zi 4,5. 4,5 dan yo'q. Akalar, 4,5 dan bermaganlar, sababi ancha ko'ryapmiz, yirik, bo'ydorgina, suyaklari baquvvat qo'ylar ekan, qo'chqorlar to'g'rirog'i. Endi nechidan bo'lsa aka beramiz, siz bilan begona emasmiz, shu uchun bemalol o'zingizdan so'rang. Qanchadan bo'lsa aka ko'ngil uradi? 46 dan bo'lsa. 46 dan 1 so'm qolibdi. Akalar, 100 ming so'm qolibdi. Kim qo'shaman desa, xudo xolasa bu yoq kimosh savdosi 46 dan beradilar. Yana ham bir savdolashib olsa bo'ladi akalar. Bu prosta bir hozir bozordagi narxi. Xudo xolasa akani taniyman, nechta keragingiz topib beradigan akalardan. Bular ketsa ham bemalol topib beraveradilar. Faqat telefon qilib oldindan ogohlantirish kerak. Shuning uchun nomerlarini olib qo'yaman. Nomeringizni ayting qani? 97 070 17 10. Akalar, telefon qilinglar, xudo xolasa chiroyli narxda qilib beriladi. Ko'ringlar, hammasi yaxshi ekan. Xo'p akalar, ko'raveramiz asta-asta, xudo xolasa. Bu tarafini ham ko'rsataylik, ancha baquvvat qo'zi-qo'chqorlarimiz. Agar qo'zi bo'lsa, endi so'raveramiz, qo'zimi yo'qmi? Hormay aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Savdoga bor ekan. Nech puldan deyapmiz endi bularni? Yo'q. Asosiy yoqdan so'raver ekan. Hormay, zo'rmisiz? Sizdanmi aka bular? Xo'p, egalaridan so'raymiz, hozir egasini o'z birinchi topib olish kerak. Mana ko'ringlar. Ishqilib yaxshi mana. Aka, qanchadan deyapmiz bularni? 6,5 dan deyilyapti. Bozor nima so'radi endi aka bular? Bozor 5 dan so'rayapti ekan akalar. 6,5 dan bahosi 5 dan bozor so'rab turibdi. Ko'ringlar, hammasi lekin baquvvat ekan, dummali. Vesli, xudo xolasa hozir so'raymiz, yem yeganmi yo'qmi, hammasini so'rab sizlarga yetkazaveramiz. Soni nechta buni? 20 ta. Aka, bular arpa yedimi? Yemeydimi? Arpa bilan bedi. Faqat arpa bilan bedi yeb katta bo'lgan qo'zi-qo'chqor. Hammasi qo'zimi? Hammasi qo'zi-qo'chqorlarimiz. Hali tish yormagan ekan.
Endi nima deymiz? Buni olish kerak. Boqaman degan akalarimizga ham zo'r variant, pulini kelishsa shunday so'yaman degan aka qassob akalarimizga ham zo'r variantlardan ekan. Aka buni endi ko'ngildagi narx qancha bo'lsa bera olamiz? Bozor. Bozorda endi. Akalar bozor deyaptilar, endi bozor ko'targanda sotadilar endi. Bo'lmasa izi bormi aka buni? Bor a? Xudo xolasa izi bor. Qayerni mol aka bu? Aka qayerni mol dedik buni? Qayerdan? G'uzor. Gazma, G'uzordan kelyapti. G'uzorlik akalarimiz ancha faol, qo'y bilan shug'ullanishadi. Bo'lmasa nomer qoldiramiz. Xo'p, nomerlar 93 ekan. 696 50 66. Bemalol telefon qilinglar, izi bor. Xudo xolasa nechta kerak desa topib beradigan joydamiz. Agar savdo izi bersin. Ko'raveramiz. Xo'p, akalar ko'ramiz. Bozor ancha avjida. Quyosh endi chiqyapti. Biz bo'lsa sizlarga eng yaxshilarini ko'rsataveramiz. Hozir bitta yana bir optim chiqaradigan odam bor edi, o'shani ham ko'rsatib o'taman. Xudo xolasa gaplashaveramiz. Hormay aka, mana shuni ko'rsatib o'taylik. Nech pul deyapmiz aka bu qo'zilarni? Barda 4300 dan deyapmiz. 4300 dan. Bozor nima so'radi aka buni? Ko'tarasiga 38 dan so'raydi. Ko'tarasi 38. Soni nechta bular? 19 ta. 19 ta akalar. Ko'rish kerak, optim joyi, kimga qanaqasi kerak bo'lsa chiqaveradi akalar bu yerda. Soni opchi 19 ta ekan. Bu tarafdan hozir o'tamiz, yana ko'rsataveramiz. 4.300 dan bahosi. Xo'p. Aka endi bularni eng balani tirik veska necha kilolar bor? 55. Jivo veska akalar 55 shu atrofda ekan, 50-55 shu atrofda ekan eng balandlari. Endi eng pastini shunga qarab olaveramiz. Aka, endi hammasi o'zini yo'liga qancha bo'lsa beramiz. Ko'ngildagisini gaplashaveraylik endi. Begona yo'q. 4 dan 100 ming o'tib beradi. 9 dan. Akalar 4 dan xayriga 100 ming o'tib beraman deyaptilar. Dehqonchilik mol. Dehqonchilik mol. Hozir ulgursalaring, ulgurlaring keyinga qolmaydi lekin aytib qo'yay. Hozir olib ketishadi. 3.9 dan shu qo'zilarni hozir 5 milliondan deb turib 4.5 millionga beramiz deyapti. Aka nomerlarini olaman. Xudo xolasa bemalol telefon qilib baraka qilsalaring bo'ladi. Xo'p, nomerni ayting qanaqa? 93lik 131 49 78. Telefon qilish kerak. Xudo xolasa tezda sotilib ketadigan qo'ylarimizdan, qo'chqorlarimizdan. Buni izi bor aka yana. Yana topib berilamiz. Xudo xolasa yana topib berilar ekan. Aka savdo izni bersin. Yana bu tarafda sekin savdogar akalarimizga qarab aralab ketsak bo'ladi. Lekin biz yana bitta optim joyini ko'rsatamiz, keyin sog'liq qo'ylarga ham o'tib ketish kerak. Akalar ko'ringlar, hozir sigirlarni ham sizlar uchun video qilaman. Sog'im sigirlarni bizga obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Mana akalar sizlarga aytgan yaxshigina baquvvat qo'zi-qo'chqorlarimiz. Buni Instagram sahifamizga ham qo'yamiz. Instagramga ham o'tib obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Hormay aka, zo'rmisiz? Charchagan va lekin. Soni nechta deydik buni? Soni 54 ta. Soni 54 ta akalar. Ko'ringlar, hozir sekin bitta aylantirib ko'rsataman. Keyin akaning o'zlaridan ma'lumotni olaveramiz. Ko'ringlar akalar, soni 54 ta, rang ro'yi hammasi joyida, veslari, bo'ylari joyida bo'lgan qo'zi-qo'chqorlarimiz mana. Bularni ko'ringlar. Vesini, bo'yini endi shunga qarab chiqaraveramiz. Orasida bundan kattalari ham bor, bundan kichikroqlari ham bor. Endi mana dummalariga qarab urug'likka kimga qanaqasi kerak bo'lsa bor ekan akalar. Go'sht yo'nalishiga ishlataman degan akalar uchun ham yaxshi variant. Aka, bahosini qancha qo'yamiz endi? Aka, 4.5 o'tib beramiz aka. 4.5 o'tib beriladi. Akalar, biz savdolashib qo'yganmiz, to'g'risini aytaylik, 4.5 dan o'tib beradilar. 5 million baho qo'yilganda akalar, mana ko'ringlar, dummalari, sog'ligi, yeb ichish hammasi joyida. Xo'p, vaqt olmaymiz, akaning savdolarini buzmayman. Nomerlarini olaman, bemalol telefon qilib baraka qilsalaring bo'ladi. Uyda ham bor aka. Uyda nechta bor aka? Naqdida? Bor, 100 ta bor aka. Gap, uyda ham 100 ta bor ekan, bu yerda 54 ta, 154 tasi naqd. Mana shularni yaqinlashtirib ko'rsataman, ancha baquvvat qo'zi-qo'chqorlarimiz. Hali ish buzmagan eng muhimi. Aka, bo'lmasa nomerni ayting qani? 90lik 90lik 027 027 1161. 1161 akalar telefon qilamiz, xudo xolasa chiroyli narxda qilib beriladi. Aka savdo izni bersin. Xo'p akalar, yana ancha qo'zi-qo'chqorlarni ko'rsam, sizlarga ko'rsatyapman, ko'ringlar. Xo'p, soni, sog'ligi, yeb ichish hammasini egalaridan so'raymiz, keyin bu yerda kattaroq qo'chqorlarimiz bor ekan, shularni ham ko'rsataman. Ko'ringlar akalar. Hormaylar, yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Savdoga baraka. Nech puldan deyamiz endi bularga aka? 5.5 dan deyilyapti ekan. Bozor nima so'radi endi buni?
44. Akalar 4 million 400 bozor so'rabdi. Ko'ringlar, holatlari yaxshi ekan. Bu tarafdan ko'rsataman, ancha baquvvatlar bu tarafda ekan endi. Ha, boshida ancha baquvvatlar bor ekan. Xo'p akalar, bo'ylari, yeb ichishi, sog'ligi hammasini so'rab o'tiramiz. Aka endi bularni bo'yini o'lchadikmi yo'qmi hech? 55, 60, 65 shu atrofda. Akalar, mana shu atrofdagi qo'zi qo'chqorlarimiz eng baland vesichi. Jivoy veska. Akalar, eng baland jivoy veska 85 kg ekan. O'shanga qarab bemalol mo'ljallab olaveramiz. Xo'p. Aka, buni endi qanchadan bo'lsa to'g'ri keladi bozor? Soch. Bozorga qarab, a? Akalar, bozorga qarab ekan, shunga qarab telefon qilaveramiz. Hozir nomerlarini olib qo'yaman. Yomon emas. Umumiy soni nechta? 36 ta. Yana izi bor. Akalar, yana izi bor ekan, kimga qancha kerak topib beriladigan joylaridan. Bunisi nomerni aytingchi aka. 90lik 196 0909. Akalar, tezroq terish kerak, mana bunaqa qashqa qo'zilar kimga kerak bo'lsa, xudo xohlasa chiroyli narxda qilib beriladi. Xo'p, kattaroq qo'chqorin dedik, shuni ham ko'rsatib o'taylik. Ega, mana shu turishga ko'taraman degan akalarimiz, lekin qiyin-ov bilan shuni ko'tarish. O'man ko'ringlar. Qanday uka, zo'rmisiz, charchamayapsiz? Ormaylar. Nech bilan deyapmiz qo'chqorlarni? Ha? Nechoni gapiring, nechoni? Xo'p akalar, uchtasiga 30 million akamiz so'rayaptilar. 8 million, 8 million oshdi. Nechta bo'ladi? Qancha tashlab berasiz? 20 million 500. Ya, 21 beraman. 21. Uchalasi 21 deyaptilar aka. 21. Mana shu bu unisiga 3 taga 21 million so'm so'ralyapti. Akalar, yomon emas, biz vaqt olmaymiz. Umumiy soni 2, 4, 6 ta. 6 ta. Hamma qo'yishimi yo yana bormi? Yana bor. Xo'p akalar, yana bor ekan, sotiladigan. Xo'p akalar, savdo bo'lyapti. Hazil huzul uzun yo'liga yana bor deyaptilar. Bo'lmasa nomerni ayting qani, shunday qo'chqorlardan yana bormi? Nomerni bilmay ekanlar, gapi mana. Savdodan buzgim kelmayapti, to'g'ri savdo bo'lib turibdi. Shuning uchun boshqalarini ko'rsataveramiz. Xo'sh. Akalar, baquvvat qo'chqorlar yonimizdan chiqib qoldi, to'g'risi. Shularni gapi mana akamiz. Zo'rmiz aka, charchama. Sizlar yaxshimi? Zo'riki qo'chqorlarni. Nech bilan deyamiz endi bularni? 8 dan kam bor, so'rab olaman. Gap yo'q, 8 dan kam bor ekan. Bozor nima so'radi endi buni? Bozor 19 so'rayapti. Uchalasini bir joyga 19 so'ra. Tishi qanday aka bular? Ishlar shishak qo'zi. Shishak, gap yo'q. Mana qo'zimi deyman? Chori. Choriga chiqqan ekan akalar mana. Ko'raveramiz mana bitta tishlarini. Mana tishagiga ikki. Mana baquvvatlarimiz ikki ekan. Xudo xolasa olgan odam bemalol qo'rqmasdan boqishga tayyorlasa bo'ladigan joyda. Aka endi begona emasmiz. Qancha bo'lsa beramiz aka buni? 19 dan nariyoqqa yursa beraman. Xudo 1-2 so'm qo'shgan ketar. Ha. Akalar 19 ga 1-2 so'm qo'shaman deganlar uchun xudo xolasa yaxshi variant. 3 ta ekan hozircha soni. Yana bor aka bundan. Top beraveraman. Gap, nechta keraksa top berilaveradi. Endi bo'ylariga keladigan bo'lsak, hammaga qiziq. 85 shu atrofida 90 ham deymiz shekilli. 90 dan teparoq. 90 plus deyaptilar. Endi har xil endi ko'raveramiz. 3 ta ekan, manasi lekin balandroq ekan. O'rta balandroq. O'rtadagi balandroq ekan. Jivoy vesiga nima deymiz aka? Baribir shu ish bilan shug'ullanasiz. Jivoy vesi 80 dan teparoq 90. Pochcha. O'zini ham olib yubordi. Ya o'zini olganmiz bu kishini. Ko'p video ko'rganman bu kishini. Xo'p, nima dedik? 80? Bu yerga begona emas, o'zimizda. 80 dan teppa ekan. Akalar, bemalol 3 kilo 84 kilo. gap yo'q mana. Bemalol o'zlariga telefon qilaveramiz, nomer qoldiramiz. Yana izi bor ekan mana shu akamiz zakaslari bilan. O'zi nomerni ayting qani aka? 91lik 451 91 451 50 16. 50 16. Bemalol telefon qilaveramiz. Xudo xolasa chiroyli narxda qilib berilaveradi. Akamizdan 19 millionga uchalasiz. Bo'ldi. Xo'p, akalar mana baquvvat qo'chqorlar. Faqat egalari kim ekan? Olindimi bular, bilmadim. Ko'ramiz. Bular kimdan egani? Qanchadan olibdi aka? Bularchi baquvvat? Buni bilmayman. Ha, 8-7 shu atrofda qolgan. Gap yo'q akalar, mana ko'ringlar.
Bunisi sal baquvvatroq, ancha vesini ko'ryapmiz. Gap yo'q. Akalar ko'ringlar, mana shunaqa joylarga ham kelib qoldik. Sizlar uchun eng yaxshilarini izlab mana shu joylarga keldim akalar. Akalar, Berinos degan zot Qashqadaryoda ko'ringlar akalar. Rossiyskiy paroda Berinos. Mana akalar mana shunaqa bo'lar ekan. Men ham birinchi marta ko'ryapman to'g'risi hayotimda. Ko'ringlar, lekin yaxshi ancha chiroyligina variantlardan. Momiqqina deydi, shunaqa. Endi bular hammasi bo'g'oz ekan aka. Narxiga nima deymiz aka? 4 milliondan kami bor ekan. Xo'p akalar, kimga kerak? O'zimizda chuvalangdan sal kattaroq, lekin chiroyliroq variantlar. Dummalari ham mana ko'ringlar. Berinos, Qashqadaryo viloyati Chiroqchimol bozoridamiz akalar. Yangi zotlardan akalar, bemalol telefon nomer qoldiraman, izi bor ekan. Aka, bozor nima qilyapti endi buni? Bozor 3 million, 3,5 million. Akalar 3,5 gacha bozor ko'taribdi, 3 milliondan so'raganlar bo'pti. Shunga qarab bemalol baholarini qo'yib telefon qilaverasiz. Aka, endi bular yoshi qanday tishlar? Yoshi 2 tuqqan, 3 tuqqan chori shu atrofda ekan. Xo'p, endi veslariga keladigan bo'lsa, men aniqini bilmayman. Sababi aldi ekan bu. Живой вес 60 kg. Живой vesi 60 kilodan ekan akalar. Xo'p, bo'lmasa nomerlarini qoldiramiz, bemalol telefon qilib o'zlaringiz baraka qilsalaring bo'ladi. Nomerni ayting qani? 97 848 1999 akalar. Bemalol telefon qilish kerak, xudo xolasi chiroyli narsa qilib beriladi. Xo'p akalar, videomizning davomida faqat qo'y qo'zimi deydiganlar uchun men takalarning zo'rlarini ko'rsatyapmiz. Endi sal tiqilishdamiz, atrofni ko'ringlar, umuman yurishga odam yo'q, shuning uchun to'g'ri tushunamiz. Mana bu yerdan ko'rsataman akalar, mana o'sha holati yaxshi. Nech puldan deymiz bularni? 3,5 milliondan. Mana gap yo'q. Mana 3,5 milliondan soni nechta? 5 ta ekan. Bu yoqdan ko'raveramiz. Bozor nima qildi endi bular? 2,5 dan so'rayapti. 2,5 dan so'ralab berilmadi. Bularning sarkasi yo'q. Yo'q. Hammasi taka akalar. Xo'p, ko'raveramiz. Mana yoshi qanday endi buni? Yoshi 4 yoshar, 5 yoshar. 4 yosh, 5 yoshar akalar. Yomon emas, go'sht yo'nalishiga so'raganlar uchun mana narx-navoziga to'g'ri keladigan, xudo xolasa, olaman degan akalarimiz uchun zo'r variant. Izi ko'p ekan, nechta kerak chiqaraverar ekanlar. Bo'lmasa nomerlarini olib qolamiz, bemalol telefon qilib baraka qilsalaring bo'ladi. Nomerni ayting qani aka? 97 386 6470 ekan. Bemalol telefon qilinglar, xudo xolasa chiroyli narxda qilib beriladi. Savdoingizni bersin. Bu tarafdan echkilarni ham ko'rsatib o'taylik endi. Boring baraka, ortdan chiqarma bo'g'oz. Bering, baraka. Savdo bo'lyapti ekan. 3 milliondan. Akalar 3 milliondan akamiz aytayaptilar, 2 million 600 savdosi bo'lyapti ekan echkilarimiz. Bo'g'oz emasmi? Bo'g'oz-a? Akalar mana sut yo'nalishiga ham ishlataveramiz. Bo'g'oz echkilarimizdan oq mamdaqa bir ajoyib svetlardan bor ekan. Xudo xolasa. So'rang buva, so'rangi. Boring baraka deng. Ha? 5 million 200 ming so'm. Topayim baraka. Ikkalasi 5 million 200 ming so'm bo'lyapti mana. Bu akalar 5 million 200 ming so'mga xudo xolasa bitadi, savdosi bo'lib turibdi. 1-2 so'm qo'shsalar yana ketib qoladi. Bu yerda ham echkilar, uloqchalar hammasidan bor. Bozor tiqilinch, faqat biz hammasini ko'rsata olmayapmiz. Bizga obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin akalar. Albatta biz siz uchun yaxshi-yaxshilarni ko'rsataveramiz.